Tong ham otibdimi? Tong otibdi. Yaxshi, tashqariga chiqamiz. Biroz boshim aylanyapti. Kamerani qo'shdim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Saman MC do'stlar. Tak, bugun do'stlar mana ertalabdan turdik. Quyoshga ahamiyat bermaymiz. Shunchaki Saman erroq turdi deb hisoblayveramiz. Vaqtni nima? Vaqt bu yerda prichom to'g'rimi do'stlar? Erroq tursangiz bo'laydi. Bu yerdan bolta kerak. Boltimizni tozalashimiz kerak. Yaxshi, ertalabdan polizni tozalash. Ertalabdan ish qilamiz. Ertalab. Real ertalab bu hali. Ertalab. Denorsin. Mana bu qo'shnini polizi ham qarchi menga tashib ketdi-da. O'zi qayoqgadir ketgan jitillar bilmadim. Kecha aytdilar qandaydir park dedilarmi? Qanaqandir joy dedilar-da, qarchi bilmadim, lekin qarchi ketibdi-da, bilmadim. Endi o'zim internetga ko'rmasam, bilmadim hali. Shu poliz tozalashga ham ancha vaqt ketadi-da. Hozir shu o'zi qo'shnimni polizi menga hozir daromad o'zimga qoladimi mayli. O'rniga sabzi uncha ham yaxshi sotilmaydi, shu sababli sabzi ekib qo'yaman uni poliziga va o'zimga hozir borib olay. Avval kartoshkalar oxiriga yetkazay. Yaxshi. Hoppa. Poliz kartoshka ekamiz. Yaxshi, telefon soat ham 12 ga yaqinlashib qopti. Xudoy urug'i ana 21 dona xudoy urug'i berdi. Yaxshi, emas endi sabzilarni qo'shniga qizdirib yuboramiz. Qo'shni yesin sabzini. Chunki sabzi bilasiz, uncha ham ko'p olmaydigan. Man даже sotilmaydigan narsa bilasizlar-ku. Shu sabzi yemayman o'zi. Bug'doy yaxshisi, eng yaxshisi. Bilmadim nega men sabzi ekib qo'yganman bu yerga. Yetarmikan? Yo'q. Mana bo'ldi, yaxshi. Cho'tki bo'ldi. Endi polizimni uyga tashib chiqay, keyin bitta yarimta jitel qoldimi o'zi qishloqda? Keyin ko'raman. Bitta yarimta jitel qo'ygan bo'lsa, o'shalardan so'rayman. Qarchi, qanaqa parku, qanaqa o'yin kulgu maskani, qayerda deb so'rab ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, qani ketdik endi. Boraylikchi. Bor ekan bitta jitel. Bu yerdan bor. 3 ta jitel bor. Mana salom, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, men ham yaxshiman. Kecha jitellar qanaqandir park haqida gapirishayotgandi. Shunga so'ramoqman sendan. Bu qanaqa joy o'zi? Nima bo'ladi? Bu yerda yashab qo'yganman. Qanaqa joy o'zi? Qayerda u? Men ham bormoqchiman. Ishlarni qilib bo'ldim, endi bormoqchiman. Sizlar o'zi nimaga qoldilaringiz? Ha, u to'g'riga ketasan, to'g'ridan ketaversan. 3-4 kunlik yo'l. Juda ham uzoq. Obbo, uzoq deysanmi? Demak, hali bir jitellar u yerga yetib borgani yo'q-da, to'g'rimi? Ha, yetib borgani yo'q. Jitellar baqamiya, kalasi ishlamaydi, ular kal. Shu sababli balkim zombilar yegan bo'lishi mumkindir, balkim o'ldirib qo'ygan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha, shunday bo'lishi ham mumkin. Agar borgan bo'lsa-chi? Borgan bo'lsa, haqiqiy baxt bu. Yo'q, u yerda nimalar bo'ladi? U yerlardami? U yer telefonga yozib ko'r, telefonda ko'rasan.
Telefondami? Aha, xo'p. Endi sizlar nimaga qoldingiz? 3 ta jitel qopsizlar. Qishloqqa ham kimdir kerak-ku axir. Qishloq ham odamsiz qolmasin dedingda. Aha, qishloq ham odam sog'man. Yaxshi. Mana bu yer nimaga bunday bo'lgan? O'zi toshab kelib yemashim kerak. Yursin, xo'p, mayli, yaxshi, sog' bo'l. Jimsin. Qoyil, jitel. Jitelga qoyil. Yetdim hozir g'orga tushib tezlik bilan tosh olib bu yerda yamab qo'yay axir. Mana ko'mir ham bor ekan. Как раз g'orda ko'mir. Bizga kerak ko'mir. Axir hozir biz ham boramiz parkka, nima bo'lsa o'sha yerga. Короче, parkka deyishayotgani to'liq nomini bilmayman. Короче, o'yin kulgi maskani deb ataveramiz. Da. Ketdik. Chiqamiz, o'zi 2 kiloni yetadi menimcha. So'tam 12 dan 50 minut. Ketdik. Endi ko'mirni uyga olib chiqamiz. O'zi mana bu yerdan ko'mir bor, 32 ta lekin ko'mir kerak-ku. Tak. Endi tak, qishloqda ishim yo'q mana endi. Endi faqat bilmadim endi qachon yo'lga chiqaman. Sizlar poyezlaringizni tozalamaysizlarmi? Birazdan so'ng tozalaymiz. Birazdan so'ng. Yaxshi. Gul yaxshi. 4 ona gul olamiz, hozir ekib qo'yamiz. Uyimizga. Oldiga eksak chiroyli bo'ladi. Chiroyli qana. Yaxshi. Havo ham juda esib ketdi-yu. 3-4 kunlik yo'l deydi do'stlar, 3-4 kunlik. Qiynalib qolmasmikanman, mayli. Endi yotaylik biroz. Do'stlar, uxlamay birinchi internetga osib ko'raychi qanaqa joy ekan. 13-qishloqdagi. Uxlab qopman. Voy, juda og'ir bo'lib turdim. Nima? Soat 4:30. Johnson, peshim bo'lyapti, tezroq borishim kerak axir. Jin ursin, meni hech kim uyg'otmabdi. Jin ursin. Obbo. Soat 4:30 bo'libdi-yu. Men soat 1da yotuvdim. Tak. Namoyamizdan olamiz. Kartoshkani pishirishimiz kerak. Kartoshka. Qanday kartoshka? Kartoshkani olishimiz kerak. Polni tak kartoshkani pishiramiz. Endi 15 ta ko'mir ham olib tepaga qo'yib 11 ta kartoshkani ham pishiramiz. Bizga sabzini kerak emas. Bu nega kerak? Kerak emas. Bunimiz kerak. Soat 4:30 bo'libdi-yu. 5 ga yo'lga chiqaman-da demak. Yaxshi. Yo'lmasga kartoshka. Jinsin. Bulardan hozir jinsin. Taxta olib kelaman. Taxta ham kerak bo'ladi hali oldinda. Juda ham ko'p kerak bo'ladi taxta. Taxta ham olib keldim. Endi esa bularni yasayman. Yaxshi. 6 ta chiqsin. Yaxshi, 28 ta faykel. Yaxshi. Yo'lmas. Bu taxtalarni ham yog'ochlarini ham taxta qilib olishim kerak. Tak. Yaxshi. Tepaga qo'yamiz. 9 donani nima chiqadi? Mayli, hozircha kerak emas. Agar bu joyga tushib ketadigan bo'lsa, narvon qilib tashlashim mumkin. Yaxshi. Faqat turgun olamiz. Yaxshi. 13 dona.
32 dona. 32 dona. Ya. Ko'mirmidi? Ha, ko'mir. Bo'ldi, 24 dona bo'ldi. Endi yetsa kerak. Bo'ldi do'stlar. To'xtanglar, yotib turishim mumkin. Shunga odamni olsammikan? Mayli, kerak emas. Ketdim. Yaxshi. Qarachi do'stlar, men telefonda yo'lni ko'rdim. Hozircha esimda. Mana shu yerdan to'g'riga yurish kerak ekan. Вообще uzun yo'l do'stlar, qarachi. Вообще uzun yo'l bor do'stlar. Tak, qishloq. Qishlog'imdan ketyapman. Yaxshi. Sog' bo'l jonajon qishlog'im. Hamma narsam bor menda ish qilib bor. Xo'p, sog' bo'l jonajon qishlog'im. Tez orada qaytib kelaman. Uy do'stlar, boro tasavvur qilolmayapman boro. Nima? Bu qanaqa o'zi park? Internetda вообще zo'r joy deb ko'rsatilgan ekan do'stlar. Janosan. Sekin, yaxshi. Wow, do'stlar, buni qaranglar. Janosan, aylanib tushaman. Yaxshi. Sekin, yaxshi. Do'stlar, borgunimcha kamerani o'chiraman. Вообще hisob bo'ldi. Bilmadim, mana shu kirib o'tiraman biroz. Yonda suv ham yo'q, janosan. Hali yo'l yana ko'p emas, ozgina qolibdi. Maksimum 1 kilometrcha qolibdi. Janosan do'stlar, hali ham yuribman. Mana hozir ko'lmak topdim. Yana yuribman do'stlar. Janosan, hali beri anchagina joy bor ekan. Uy, voy oyog'im yiqilib tushdim. Hali ko'p bor ekan. Yana nima desam bo'ladi? Вообще ko'p yurilar ekan. Hozir voy, sekinroq. Yaxshi. Sekinroq tushamiz. Yaxshi. Suvga yaxshi. Tezroq tepaga ko'tarilamiz. Havoni issiqligini qaranglar do'stlar. Do'stlar, endi tushgan joyimni qaranglar. Suvga tushib ketdim. Endi yana yuryapman. Bilmadim yana qancha qoldi. Hozir bu yerda yana 800 metrcha ko'rsatyapti. 800 metrdan ko'p bo'lsa kerak. Janosan, chiqamadim. 800 metrdan ko'p bo'lsa kerak do'stlar. Yaxshi, ketaveramiz. Qarachi do'stlar, men bu yerga kelayotgandim. Qarachi, mana bunaqa daraxt ko'rib qoldim. Shunga o'zgina videoni yoqdim. Bu daraxtni qaranglar do'stlar. Qanaqa daraxt bu? Shunaqa ham daraxt bo'lishi mumkinmi do'stlar? Men hali Minecraftda bunaqa daraxt ko'rmaganman. Sizlarchi ko'rganmisizlar do'stlar? Bu вообще-то men ham ko'rmaganman, sizlar ham ko'rmagan bo'lsanglar kerak bu daraxtni do'stlar. Yana ketyapmiz hali. Ko'mir bor ekan, ko'mir olamiz do'stlar. Hali hozir yana ko'raman. 500 metr qolibdi. Yana bilmadim. Ish qilib 300 metr bosib o'tamiz. Yana videoni o'chiraman. Chunki ancha vaqt yetib qolyapti. Tak do'stlar, biz keldik, lekin endi qarasam boshqa joy ko'rsatmayapti-da. Bilmadim, endi yana 400 metr ko'rsatyapti, lekin endi qayerga yurishni bilmay qoldim. Hozir to'g'ri yurib ko'ramiz. Qani nima bor ekan? Do'stlar, buni qaranglar, bu katta ochiqligini qaranglar do'stlar. Wow, buni chiroyligini qaranglar. Bu yer endi qarab ko'richi, bu yerda internet ham ishlamayapti. Janosan, bu yerda internet ham ishlamayapti, lekin mana bu toshlar nima u? Zina pastga qarab zina ketibdi. Lekin internet ishlamayapti. Bu yerda internet ishlamayapti. Bu yer menimcha cho'l bo'lsa kerak. 500 metr ko'rsatayotgandi. Nima desam bo'ladi? Yana tak 300 metrlarcha qolgandir. Hozir men o'sha yerdan tushib ko'raman, bilmadim. Boshqa yo'l ham yo'q, chunki do'stlar, hamma joydan qanaqa joydan bosib kelyapman do'stlar, axir вообще uzoqdan kelyapman. Sababli endi bormasam bo'lmaydi.
Agar qo'riqchilar bo'ladigan bo'lsa, qurollarni bekitib qo'yamiz. Yaxshi. Judayam ko'p yo'l bosibman. Do'stlar. Mayli. Do'stlar, ketdik. Yaxshi, sekin. Do'stlar, boshim aylanyapti. Yo'q, do'stlar. Вообще boshim aylanyapti. Uni qaranglar. Qanday o'zinglar shu yerga tushib ketsalaring nima bo'ladi? Unga qaranglar do'stlar. Bu nima bu darajalik baland? Bu yerdan sharcharoq yapti. Hozir sharcharoq yordamida suvga tushaymi? Yo'q, tusha olmayman. Sekin, 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 sekin. Yaxshi, temirlar ham bor ekan. Narsalar ko'p ekan. Yaxshi do'stlar. Mana shu o'rmon bor ekan, mana kichkinagina o'rmon tepadan bizga kichkina ko'rinyapti, lekin past juda ham katta bo'lsa kerak. Qanaqa katta balandlikdan men buni ko'ryapman axir do'stlar. Mayli, ichkariga kirib keyin ko'ramiz. Hozir bu yerlar cho'l. Endi internet ishladimi ko'raylikchi. Da bo'ldi do'stlar. Короче, yana 438 metr qolibdi. Короче, to'g'riga yurar ekanım. Короче, lekin bilmadim. To'g'riga yurish ko'rsatyapti hozirchalik. Manda bu yer nima yer, nahotki bizning yerimizda shunaqa joylar bo'lsa-ya. Do'stlar, mayli. Hozir sekin tushamiz. Hali ham shuncha joydan pastga tushibman. Yana oz qoldi. Yaxshi. To'xtinglarchi. Pastdan to'sib qo'yilgan u daraxt yordamida. Pastga tushaveraylik. Qolgan joyi oson. Yaxshi. Mana bu yerlar nima ekan ko'raylikchi do'stlar. 17 minutlik video bo'lib qoldi. Shaxta ekan do'stlar, молодец. Bizning qishloqda shaxta bormidi hali? Do'stlar, agar hozir borsam, agar unaqa yolg'on bo'lmasa, agar qaytayotgan paytim, так что kirib videoga olib sizlarga hammasini ko'rsataman do'stlar. Qani do'stlar, va'da. Agar tirik qaytsam, nimaga tirik qaytaman? Chunki bilmadim, mabodo yo'l hali uzoqda. Bu o'rmonlar, asfalt yo'q. Endi pastga tushamiz. Oyog'im qayrilib ketdi. Mayli, ketdik. Endi yana 402 metr, 400, 398, 396, 94. Yaxshi. To'g'riga ketaverar ekanmiz do'stlar. Yuguramiz. Aslarni ini. Yaxshi, ketaveramiz. Gullar bor ekan. Binafsha gul. Yaxshi, juda ham yoqtiraman shunaqa binafsha gulni. Ekaman va ketaveraman. Bo'ldi. Короче, do'stlar, men qanaqadir toshni ham ko'rdim do'stlar. Mana bunaqa tosh ko'rdim. Bilmadim bu qanaqa tosh. Lekin короче bizlar tomonda bunaqa tosh yo'q. Bilmadim qanaqa toshligini. Ana yerda savanna daraxti bor, bu yerda bunaqa biyom. Nima u do'stlar? Nima? Bedrock? Nima u bedrock? Nima u do'stlar? Qani nima? Kamera bor ekan do'stlar. Kamera bor ekan, ikkita kamera. Bu yerda ham bitta kamera bor. Mana sizga kamera do'stlar. Bu yerda bitta eshikni oldida 2 dona kamera. Wow. Nima shu yer muhodda shunda? Bu yer sindirsam sinib ketadi-yu. Lekin to'g'ri bedrockga sindirib bo'lmaydi. Lekin bo'larmikan? Yo'q, bo'lmaydi bedrockga sindirib. Ichkariga ham kira olaman, lekin mana bu lavadan qanday o'tish o'ylayapman do'stlar. Hozir sakrasam, yo'q. Internet ishlamayapti. Qarash, o'zi shumikan. Hozir biroz chekkaroqga chiqaylikchi. Shu yer ekan, lekin bilmadim nega bu yerda ko'prik yo'q. Mayli. Hozir do'stlar bizda tosh bor, toshni taxta yonib ketadi-da bu yer, to'g'rimi? Yonmadi lekin. Endi yondi qaranglar. Abi yonish aniq deb.
Mayli endi. Yonib ketdi. Qo'y, sal qoldi ya do'stlar. Xo'p, mana o'zimiz ko'prik quramiz. Yaxshi. Oldagi olamiz. Jinursin. Tezroq o'chirish kerak. Jinursin. Tezroq o'chir. Yaxshi. Jinursin. Yaxshi. Yana sindirib. Yaxshi. Do'stlar, endi o'tamiz. Ayla qo'yman, kamerada turibdi. Hozir ish qilib tashqariga hech kim chiqmasin. Yana qurol ushlab bu kim? Yaxshi. Qurollarimizni ham tepaga olib qo'yamiz. Hattoki durbinni ham olib qo'yishlar mumkin, chunki bu durbin bilan kelasiga urish mumkin. Telefon bilan kartoshkamiz bor. Eshik ochdik. Do'stlar, jin ursin. Eshik yo'q. Do'stlar, jin ursin. Tishlab oldi. Eshikni kim ochdi hozir? Jin ursin do'stlar, meni tishlab oldi zombi. Bu yerda zombi nima qiladi axir? Jin ursin, o'zimga sot. Qiziqmas. Salom Jitel. Sen bizdan qishloqda Jitelmisan? 10-qishloqdagi? Ha, men ham shuman. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Sizlar shu yerga kelib edilaringizmi? Ha, biz ham keldik. Lekin bu yerda zombilar bor ekan. Bu yer tuzoq ekan. Obbo, ahmoq. Seni gapingga kirib men shu yerga keldim, ahmoq. Jin ursin, tuzoq. Endi bu yerdan qanday qochib ketamiz? Shuni o'yladingmi? Yo'q, men ham o'ylamadim. Men ham qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qildim, ko'tarishmadi. Jin ursin, qutqaruv xizmati bu yerga kelmaydi, ahmoq. Jin ursin, mayli yoniga o'tib olay. Jin ursin. Nima bu? O'rgimchak to'r. Tashabdi-yu. Sosyotdi u yer. Nima bor u yerda? Jin ursin. Ha, so'rama. Bu yer hojatxona yo'q bu yer. Nima? Sen hojatxonada o'tiribsanmi? Ha? Yo'q, rostdan. Qoni bosib o'pman. Jin ursin. Jin ursin. Eshigi. Ochmaymiz. Ochsak ikkimiz ham ketamiz, buni bilamiz. Menga fakelim beringlar. Tashqi telefonimni bermanglar, kerak emas. Menga bo'ldi. Qarochi, endi men bular bilan jang qilmasam bo'lmaydi. Chunki yo'q tashqarida anchagina zombi bor. Bo'lmasa hammamiz o'lishimiz mumkin. Sen shu yerda meni kutib tur. Menga bu yerga ham yopib berib ketay. Seni o'lsang o'zim o'lay, sen o'lma. Yaxshi, xo'y, bu yerga kelinglar. Jin ursin. Hammangiz demadim-ku. Yaxshi, bitta. Yaxshi. Malades. Yaxshi. Seni ham o'ldiraman. Yaxshi. Kel bittang. Kel ahmoq. Jin ursin seni. Yaxshi. Do'stlar, yomon emas, yaxshi jang qildim. Xo'y, Jitel, tirikmisan? Xo'y, eshityapsan meni? Ha, eshityapman. Seni ochib qo'yay. Men jangimni tomosha qil sen ham axir. Mana tomosha qil. Jin ursin, вообще so'zyapti. Bu yer qanaqa yer o'zi? Qanaqa yer ekan mana men turgan joy? Ish qilib anavni qiz emasmi? Yo'q, u yer kiyinishxonasi ekan. Kiyinishxonasi ekan. Xo'p. Mayli, kiyinishxonasi bo'lsa yaxshi. Sen lekin zo'r joyda o'tiribsan-da. Mayli, yana ochamiz. Ke. Sen qishloqimning jitellarini o'ldiribsanlar, lekin sen o'zi qishloqsan, lekin nima qilay axir? Sen ablaqlar, damingni ol. Tashqaridagi jangni ko'rmading-ya. Вообще bo'lib ketdim. Tak qorong'i bo'ldi. Yaxshi. Kiramiz. Mana bu yerda
u o'sayotgan poliz bor ekan. Yaxshi. Voy, tashqariga chiqishing mumkin. Tashqariga. Bo'ldi. Yaxshi, ona yerda ham zombi ko'ryapman. Adashmasam zombi jitter bo'lishi kerak. Yo'q do'stlar, avval men hozir shunday hali ham o'zim kerak narsalarni olyapman. Qilich olishim kerak. Yaxshi, endi o'ldiraman hammangni. Mana kamera ham bor ekan. Nahotki bu kamerani hech kim ko'rmayotgan bo'lsa-ya. Jitel. Mana jitel. Qoyil. Jitel. Yo'q, bu boshqa qishloq jiteliga o'xshaydi. Bu yer xona. Tushunmadim. Bu yer ham xona. Nima? Qanaqa joy o'zi bu yer? Ikkinchi etajdan qayerga chiqiladi? Endi kelinglar. Yaxshi, bitta. Yaxshi emas. Hozir zarba yeyapman, yaxshi. Jitel qarab turma, ahmoq. Mana nima qilay urish? Jin ursin. Ahmoq. Nima qilay endi? Birovni urishaman shunda. Faqat birovni urishaman, ahmoq. Ahmoq jitel. Kiramiz. Jin ursin. Meni ko'rishmadi, qoyil. Meni ko'rmading, yaxshi kel. Sekin, baribir meni o'ldira olmaysan sen. Hali yosh bolasan, menga kuching ham, aqling ham yetmaydi. Qolganlarchi? Sizlar ovqat kutyapsizlarmi? Nima qilyapsizlar? Haqiqatan ham ovqat kutyapti bular. Mana eshik ochib beraman o'zim. Sizlarga addushi hurmatdasizlar. Ana yaxshi, zombilar sizlarni polni tak yo'q qilib yubordim. Mana sizlarga umuman qiyinchiliksiz yo'q qilib yubordim. Mana bu yerda ham bor kameralar, qoyil. Buni qaranglar do'stlar. Endi bularni olamiz tepaga, olamiz. Bitta kamera ham bo'lak bahonali do'stlar. Mana bu yerda takshlar jitel zombi o'tirar ekan, bu yerda ham jitel zombi bo'lsa kerak. Короче, oldinlar jitel bo'lganda bu yer magazin bo'lgan. Magazinni qilgan ahvollarga qaranglar do'stlar. Bu nima bu? Bizga kerak. Yeyilgan bir narsa bo'lishi kerak. Bilmadim nimaligini, lekin yeyiladigan narsa bu yerdagilar hammasini yesa bo'ladi. Muhim sveji ekan. To'g'ri, zombilar bu yerda yashagan, lekin sveji yo'q. Do'stlar, sveji yo'qshyapti. Hozir men telefon olaman va bu qachon chiqqanini ko'raman. Yaxshi. Bu yer 2026-yili yanvar oyida chiqibdi. Короче, bu yer o'yin-kulgu yaxshi, magazin, do'kon, hammasi bor. Короче, istalov ekanda bu yer. Yomon emas. Istalovdan hamma narsani olamiz. Yomon emas. Buni ham olamiz. Bizning qishloqda olma bor. Baliq ham olsa bo'ladi. Kartoshka ham bor bizning qishloqda. Bizda 4 yo'q aytgancha do'stlar, bizda 4 yo'q. 4 nega yo'qolib ketdi? 4 qanday olish mumkin? 4 qanday oladi do'stlar? Mana sizga do'stlar. 4 yo'q, bordim. Do'stlar. Olamadim, hamala bu yer. Buni qaranglar. Morojnilar 64 ta. Buni shashlik ham bor ekan, shashlik olamiz. Suv men kerak emas bizga. Yo'q, suvlari vaqt o'tibdi, yo'q. Olmachi yo'q, vaqt o'tibdi. Shashlik qachon tayyor bo'lgan? Olaveramiz do'stlar, chunki vaqti o'tgani bilan xolodilnikda turibdi.
Hammasini olamiz. Yaxshi. Vaqt o'tgani bilan Zatto xolodilnikda turibdi. Bu yer kassa bo'lsa kerak, lekin puli yo'q ekan ichida. Pulsiz kassa. Ahmoq. Mana tarvuz blokni olamiz. Yaxshi, yomon emas. Buni olib tashlaymiz va bo'ldi. Ketdik. Bu narsalar zo'r narsa albatta. Uyimga chiroq qilib qo'yaman. O, yaxshi. Bitta mana buni qo'ysak tez oladi. Bunda ikkita bo'ldi. 3 ta, 4 ta. Bemalol yetadi. Qishloqini endi nima qilsam ekan, o'zi qishloqi men bilan borsa bo'lmaydi. Qishloqi. Короче, mana bu narsalar ko'ryapsizmi? Ko'rdingmi mana bu narsalar? Bular qarab, hamma narsani men o'zimga oldim. Vau, nimalar ular? Короче, istarov ekan bu yer. Ha, to'g'ri. Bu yer to'g'ri istarov, lekin hamma narsasini o'zimga oldim. Sababli endi sen bilan xayrlashmoqchiman. Nega xayrlashasan? Ahmoqmisan? Yo'q, men ketyapman. Xo'p, birga ketamiz. Yo'q, men qishloqqa ketyapman. Xo'p, men ham qishloqqa ketaman. Yo'q, sen endi narigi dunyoga ravona bo'lasan. Ishonaver. Nimalar deyapsan, ahmoq? O'chir ovozingni, sen faqam yeyasan. Yaxshi. Tushunarsan, endi bu yerdan chiqish kerak. Yo'q. O'zimizni qiynab o'tirmaylik do'stlar. O'zimizni qiynab o'tirmaylik. Qo'yinglar, bu yerga ham kimdir kirmasin. Shu sababli hozir mana bitta yasaymiz. Oldiga olamiz. Yaxshi, taxtalar minus bo'ldi. Yaxshi, taxta bizga kerak emas. Tak. Aha, chiqdim. Chiqolmadim. Aha, chiqdim endi. Yaxshi. Endi ketdim men uyga. Sog'-omon qaytdim. Mana bu kameralarning turishini qaranglar. Mayli. Endi qancha paytda borar ekanman uyga? Mayli. Sizlarga aytgandim, короче, o'sha yerni ko'rsataman deb, o'zi 33 minutlik video bo'lib ketdi. Sababli endi sizlarga ko'rsatmasam kerak. Вообще cho'zilib ketdi videoyim. Endi do'stlar xafa bo'lish yo'q. Men o'zi uyga borsam katta gap. Endi keyingi videolarimda bu shaxtalar hammasini sizlarga ko'rsatib berib o'tib ketaman do'stlar. Hozir tezroq uyga boray. Yaxshi. Ha do'stlar, aytgancha videoni ham shu joyda o'chirmoqchiman. Bo'ldi. Sizlar bilan Saman MC bo'ldi. Dahshat sarguzashtlar qildik sizlar bilan do'stlar. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Obunachilar ham pastga tushib ketyapti. Juda ham pastga tushib ketdik do'stlar. Aktivimni вообще o'ldirib berdilaringiz do'stlar. Qanaqa aktivim baland edi oldin. Hozir esa aktivim o'ldirdilaringiz do'stlar. Videoni shu yergacha ko'rdilaringiz, demak obuna bo'lib, like bosib ketinglar do'stlar. Endi bu ish qilmasalaringiz ham bo'lmaydi do'stlar. Men sizlar uchun yaxshi kontentli videolar taqlayman sizlarchi. Sizlar obuna bo'lmayapsizlar. Bitta video uchun men 3-4 kun harakat qilaman do'stlar. Sizlar esa shunchaki obuna bo'lmaysizlar do'stlar. Xayr.